Salom obunachilar. Sizlar bilan men yana Robloxga bugun men sizlarga Minecraftni Javaga o'xshatib nastroyka qilishni o'rgataman. Qani unda videoni boshladik. Birinchi bo'lib nastroyka kiramiz. Mana kirdik. Endi birinchi o'nish igrada turadi. Yangi nochkalarida. Bir kelib показать koordinatani yo'q qo'yasizlar. Mana buni yo'q qo'yasizlar. Keyin pastdan kasanga kirasizlar. Hukumatda ketgan nima qildi? Sumkamda borligi. Sumkamda razzatil правление. Momang ana tortni eltdi, uyga chopib kesib yeysan bu. Keyin O'ta. Momang mana bu tortni kesib beraysa. Bu secret cook'ni. Baba ben qilaveram momang. Secret cook'ni o'chirib qo'yasizlar. Keyin tepadan mana shu yerdan yana kasanga kirib, videoga kirib, mana bu pastiga tushib, mana bu pastga tushib, mana bu yerdan mana bu vibor kontura deganini yo'q qo'yasizlar. Keyin eng pastiga tushib profil interfeys sana mana shuni ustiga bosasizlar. Yana klassik degani bor, shuni bosib qo'yasizlar. Keyin tepaga chiqamiz, ekranimizda tayyor nastroykadan chiqsak, mana bizning Minecraftimiz Java bo'ldi. Mana plyuscha qilaveradi. Mana plyuschasi bor. Java'niki deb tutgan bloklarini qarayapti. Mana elementarim Java elementarim. Elementarim Java'niki klassik. Klassik elementar bor. Mana bu koordinatalarni bosib turibdi. Agar o'tirsak, mana bizning o'zimizdan boshda. Qayerga qarayapmiz?